Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana ikki tuyda isitadigan pechkalarimiz, oldi o'choqliklari. Mana ishga baho berib berasizlar. Hammasini chahlariga, hamma yo'g'iga baho berib berasizlar. Materiallari aslonni o'tiradigan yerlari to'rli bo'ladi mana. Mana tomi to'rli bo'ladi. Bu ham mana shunaqa. Aslan joylari to'rlilikdan bo'ladi, orqa orqalari. Yonboshliklari 2x2 bo'ladi. Orqa duxovkasi ham 2x2 bo'ladi. Qora kuyganlikdan bo'ladi. Uni ziyoni yo'q, chunki issiq o't tegmaydi, faqat issiq tegadi, effekt uzoqroqqa beradi. Isitish yaxshiroq bo'ladi. Kimlardir hamma yo'g'i to'rli deb sotishyapti. Biz ochig'ini hamma yo'g'ini gapirib sotamiz, zakazlar olamiz. Yolg'on gapirib bu keragi yo'q bu narsani. Mana akalar, orqasida hammasini rishotkalari bor. Pechkalarga garantiyasi bor. Bemalol ustalar ham o'zimizni tanishlar bor. Zo'r qilib o'rnatishib beradi. Hali 2-2 ovora bo'lmaysizlar. Xudo xolasa maza qilib yaqasizlar akalar. Narxlari akalar 1.100.000 so'm. 5 kraskam oddiysi. Buni oldi o'choqligini 1.450.000 so'm qilib berdim. Orqasida gullari bilan, hamma yo'g'i bilan. Ishinglar bitada bitadi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mana akalar, kraskaliklari ham bor. Kraskalar sepib qo'yapmiz, streshlab. Ishlar xudo xolasa hammasi chotki, go'zal. Kraskamizga 100 mingga borib bormay qo'shilib qolyapti. O'zi 200 ming so'm qo'shishyapti boshqa joylarda. Men kraskasini bonus qilib beryapman hisobda. Narxi ham arzon, pechkani shuni hisobiga kraska bonus bo'lib qolyapti. Mana kattalarimiz bor. Kattamiz o'choqligi, 1.30ligimiz. Bunimiz oddiylari mana. 1.30ligida o'choqsiz mana. Oldida ikkita duxovkasi bo'ladi. Mana ma'da bitta bo'ladi. Issiq uradigan ma'da bitta bo'ladi. Oldida ikkita bo'ladi. Orqa tarafida bitta bo'ladi. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Garantiyalari bilan zo'r qilib beramiz o'zimiz. Ishonarli. Rahmat, sog' bo'linglar.